Bakuryangi bu hozir gornolyujniy kurort hisoblanadi. Yozda bizda issiq bo'lib turgan vaqtda bu yerdagi atmosferani o'zlaringiz tasavvur etib ko'raverasizlar. Svejiy, salqin havo bo'ladi. Bakuryangda botumidan xudo xolasa hazır dam olib kelsangiz bo'ladi. Keyin yoz uchun navbatdagi rangi biron ketib turgan yo'nalishimiz bu Vyetnam Nichang. Buni ham atmosferasi boshqacha. Ko'pchilik klientlarimiz ham o'tgan yil borib dimdavoni bo'lganlar, Wind Peril otellaridan hozir zo'r narxda olib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'raverasizlar, oppoq qumli plyajlari, tropik zona, narxlar ham arzon, yana borib hazatib dam olib kelsangiz bo'ladi. Nima qaranglar narxlarni. 1700 chiqqan tur paketlarimiz hozir 1252 dollardan bron olsangiz bo'ladi ikki odamni. Bu ko'rsatib o'tilgan narxlarning hammasi shu video ko'rilgan vaqtda aktual bo'ladi. Hamdasa kurs bo'yicha hisob-kitob qilinadi. So'mda. Hammangizga kutib qolamiz, kelaversiz.